shu bog'dorchilik, chorvachilik, parrandachilik, dehqonchilik hamma turlari bo'yicha o'zini liniyasi bor. Shu 18%dan 4 yil muddatiga kredit ajratadi ulardan. Ulardagi ham shu naqd pulga bor. Keyin shartnoma asosida pul o'tkazish yo'li bilan kredit ajratishadi. Endi Rohilaga keladigan bo'lsak, Rohilaning mahalladagi vazifasi shu hokim yordamchisi bilan birgalikda shu bizda undan tashqari hokim yordamchisi bilan resursdan tashqari bankimizda o'zini resursidan beriladigan mahallaviy biznesi degan loyihamiz bor. U 28% hozir ma'lum berilsa. 3 yilga 26, 4 yilga 27. 3 yilga 26%, 4 yilga 27% ekan. Bu ham mahalla biznesida shu xohlagan turdagi anaqa o'zingiz qilmoqchi bo'lgan biznesga issiqxonami, chorvachilik yo'nalishidami, urug'chilik, seleksionerlik bo'yicha shug'ullanasizmi, yo asalarichilik shug'ullanasizmi? Bitta Anazorda ko'proq asalarichilik ham bor. Ko'p. Asalarichilik bo'yicha shug'ullanasizmi? Shularga ham kredit ajratamiz. Faqat bizdagi imtiyozli kredit emas, bizdagi shu 27-26%li, hokim yordamchiniki imtiyozli 18%li. Hop, shunaqalarni aniqlab, shunaqalarga ehtiyoji bor odamlarga shu kreditlarni olaman degan fuqarolarni aniqlab, shu kredit ajratib berishda bemalol Rohilaga murojaat qilsalar bo'laveradi. Rohila o'sha kreditlarni ajratib, hammasini maqbul etib beradi. Hozir telefon bo'laveradi. Yana qolsa shu mahallada agar ishsizlik endi hozir dolzarb mavzu, ishsizlikni hozir imkon qadar bartaraf qilishga mana shu korxonalarga mana o'zimizda bilsalar, cho'ksal birovlar Hozir vaqtida? Ha, hozir boraman 10 minut. Ko'proq bu hududdagi cho'ksal birovlarga bog'layapmiz. Shu cho'ksal birovlarda ham shu parrandachilik sohasi bo'yicha, keyin tikuvchilik, shu tekstil, trikotaj bo'yicha ham ish o'rinlari bor. Agar qiziquvchilar bo'lsa, ishlayman degan qo'lidan keladigan parrandaga qarashga yoki trikotaj mahsulotlarini tikishga qo'ldan kelgan odamlar bo'lsa, farzandlar, nevaralar, tanishlar bo'lsa, Rohilaga murojaat qilishlari mumkin. Xo'p, undan tashqari mavsumiy ishga shu ustachilikda o'zi mana bu bilsalar, G'ulomsaroyda yangi O'zbekiston massivi bor. O'sha yerda domlar qurilyapti. Shu aynan shu mavsumiy ishga hozir o'sha ustalarga yordamchi va hokazo yo'nalib qolgan usta bo'lsa, shu g'ishiruvchi, fundament quyishga, mavsumiy ishga olyaptilar. Oilalari qanaqa? Oilalari shu hozir eng kam haqi 1,2 million shundan boshlanadi. Kam ekan oilada? Endi u misol agar nima deydi, o'zini ishini ustasi, g'ishtiruvchi bo'lsa, uni misol uchun borib boshqa o'zlarida gol qilib olishi mumkin. Ya'ni yangi o'rganuvchi, boshqa bo'ladigan bo'lsa, shu ustalarga yordam berib yuradi o'sha yerda. Endi ba'zi bir million ishini oz tayinlarga. Masalan, hozir bitta ustaning oldiga yursangiz, eng kamida 300 ming beradi bir kuniga. 300 ming beradi-da. Kami 200 ming, 300 ming pul beradi kuniga. Ustalar o'zi 500 mingdan tushadimi, 700 mingdan tushadimi? O masalan